Qalblarni larzaga soluvchi yana bir mudhish fojia ortidan 12 kishi ayanchli o'lim topdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qozog'istondagi dahshatli avtohalokatda 12 kishi halok bo'ldi. Bugun 23 oktyabr kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyatida DAF rusumli yuk mashinasi va yo'lovchi tashuvchi Gazel avtomobili to'qnashishi oqibatida 12 kishi halok bo'ldi. Bu haqida viloyat Ichki ishlar boshqarmasiga tayanib Nurkez xabar berdi. Qayd etilishicha, Samara-Shimkent avtomobil yo'lida Belqopa qishlog'i yaqinida DAF yuk mashinasi va yo'lovchi Gazel ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yuk mashinasi qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan. Qozog'istondagi dahshatli avtohalokatda 12 kishi halok bo'ldi. Aqto'be viloyatida DAF rusumli yuk mashinasi yo'lovchi tashuvchi Gazel avtomobili bilan to'qnashib ketgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida voqea joyida har ikkala haydovchi hamda Gazeldagi 10 yo'lovchi halok bo'ldi. Yana 5 kishi tibbiyot muassasasiga yetkazildi. Hodisa yuzasidan tergovga qadar tekshiruv boshlangan. Aniqlanishicha, Gazel Jurgenov nomli qishloqdan viloyat markaziga yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullangan deyiladi xabarda. Hozirda voqea joyida politsiya xodimlari va tergov guruhi ishlamoqda. Barcha tafsilotlar o'rganilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ugandagi Kampala-Gulu avtomagistralida sodir bo'lgan yirik yo'l transport hodisasi oqibatida 63 kishi halok bo'lgani va bir necha kishi jarohat olgan edi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.